Erkin A'zamda Navoiyning halimligi, yumshoqligi emas, Boburning qattiqqo'lligi, keskinligi bor. Rahmat sizga bobolarni ibrat qilib men haqimda gapirdingiz. Singlim, har bir tashkilot bir talabchan odam bo'lmasa, mas'uliyatga ilkasi oladigan odam bo'lmasa, ish ketmaydi. Men albatta yaxshi narsa yaxshida. Mazmunli kitob yaxshi. Mazmunli jurnal yaxshi. Shu uchun harakat qilingan. Endi siz aytyapsizki, shu jurnalni shunday bir shaklga keltirib qo'ydingizki, o'zingiz pushaymon qilmaysizmi deyapsiz. Bu pushaymonlik o'tadi. Jurnal asosan nazariy jurnal. Yaqin do'stlar, siz nihoyatda hurmat qiladigan odamlar haqida ular 70 ga 80 ga kirganda ular haqida bir ijodiy portretlar keladi. Qanday tushuntirishni bilmayman. Biz uni bermaymiz biz. Personifikatsiya degan gap bor. Sizning mustaqilda kitob bo'lishi mumkin. Sharaflaymiz, chapak chalamiz. Tafakkur jurnali bir kichkina bir nazariy jurnal bo'lsa, unda men birovni maqtab yozsam qanday bo'ladi? Hatto men bir akademik ustozimiz bo'lardi. Negadir o'zidan o'zi meni ko'p maqtar edi. Siz mendan ko'ra ko'p yaxshi ko'rasiz millatimizni der edi. Men umuman o'ylamaganman, millatimni yaxshi ko'ramanmi, ko'rmaymanmi? Unaqa bir dabdabali, unaqa bir ko'tarinki gaplardan men o'zimni olib qochib yuraman-da. Qarang, akademikdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rar ekanman men vatanni deb taltayib yurgan joyimda o'sha bir kitobini sovg'a qildi menga.